Kavsar surasi Makka da nozil qilingan 3 oyatdan iborat. Kavsar Muhammad alayhisalomga atab yaratilgan jannatdagi bir ajib daryo yoki hovuzning nomi. Uning suvi asaldan totli, qor va sutdan oq. Undan ichgan kishi abadiy chanqoqlik ko'rmaydi. Bismillahirrahmanirrahim. Mehribon va rahimli Alloh nomi ila. Inna a'taynakal kawthar. Ey Muhammad, albatta biz sizga Kavsarni ato etdik. Fasalli li robbika wanhar. Bas Rabbingiz uchun 5 vaqt yoki qurbon hayiti uchun namoz o'qing va tuya so'yib qurbonlik qiling. Inna shani'aka huval abtar. Albatta g'animingizning o'zi barcha yaxshiliklardan mahrum.